kasbi shunchaki ish emas, balki baraka tarqatuvchi kasblarning biridir. Non birlik va baraka ramzidir. Assalomu alaykum qadrdonlar. Xo'jayev Azim Namangan shahrida tug'ilganman. 20 yildan ortiq shu novvoychilik kasbi bilan shug'ullanaman. Non insoniyatning tarixida eng qadimiy taomlardan biridir. Tandirda non yopish Markaziy Osiyo xalqlari xos bo'lib, bu usul kamida 2000 yil tarixga ega. O'zbekiston hududida miloddan avval 3-4-asrlardan avval arpa, bug'doy yetishtirib non mahsulotini tayyorlab iste'mol qilingan. O'zbekistonning 12 viloyatida masalan non mahsulotlarini o'ziga yarasha naqshi, shakli, bezalar bilan ajralib turadi har viloyatda. Qo'qonda, Andijon, Samarqand, Buxoro o'ziga yarasha nonlari bor. Biz Namangan shahrimizda 15 xildan ortiq non markazimizda non ishlab chiqaramiz. O'zbekistonda nonga bo'lgan e'tibor diniy tomonlama va madaniy tomonlama juda hurmat, e'zozlanadi. Shu sababli men ishimga yanada zavqlanib ishlashga harakatlanaman.